Hurmatli obunachilar, bugun sotumizda komod gorkamiz kelgan Xitoyda ishlab chiqarilgan fabrikdan holatlar juda ham zo'r holatda. Bizdan juda ham ko'p klientlarimiz komod gorka so'ragandilar. Mana keldi sotumizga. Ko'rsangiz bo'ladi komodimizda. Komodlarimiz ikki yon chetlari avanli qilib ishlab chiqarilgan. O'rtasida ikkita eshigi bor va yana bitta tortmasi ham mavjud. Buni oynasiga e'tibor qaratinglar. Oynasi juda ham katta qilib ishlab chiqarilgan. Mayoqdagi o'zining naqshlari juda ham chiroy qo'shib turibdi. Gorkamiz ko'rsanglar bo'ladi. Gorkamizning tagida avalni eshiklari, o'rtasida ham ikkita eshigi va ikkita tortmasi mavjud. Tepa qismida 4 ta eshikli ishlab chiqarilgan, ikki yon chetda avalni qilib ishlab chiqarilgan, o'rtasida ikkita eshigi bor. Bunga pochcham olib bergan qimmat chinnilarni shunday bezatib qo'yasizlar. Uyingizga mehmon keladi, shunday chinnilarni ko'rib havaslari ketadi. Ushbu ko'rib turgan gorka komodimizda narxini opsiyaga yozib qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa bizga bemalol murojaat qilib, pastda telefon nomeri yozilgan. Gorka komod olmoqchi bo'lgan tanishlaringiz ushbu videoni tashlab qo'yinglar. Bizning kanalga bitta podpiska tugmani bosib qo'yinglar. Bundan ham zo'r mebellarni obzor qilishga harakat qilamiz. Hammaga kattakon rahmat.